Mana silkadan kirasiz. Bunday qilasiz, mavjud hisob chiqadi. Mana mavjud hisobga kirasiz. Tizimga kirish chiqdi. Tizimga kirasiz. Tizimga kirganingizdan keyin bu yerda vazifalar menyusi bor. Vazifalar menyusi. Undan keyin YouTube'ni tanlaymiz. Tepada YouTube bor. Ustini bosamiz. Bugungi kod mana 3282 3282 mana albattani bosamiz. Endi X qilib chiqib ketamiz. Undan keyin bajarildiga kiramiz. Mana videolarimiz chiqdi. 5 ta video. Videoga kiramiz. Like bosamiz. Подписка bosamiz. Screenshot qilamiz. Screenshot qildik. Screenshot qilgandan keyin chiqib ketamiz. Yana bitta chiqamiz. Yana bitta chiqamiz. Keyin o'sha videomizni yuklash qilamiz. O'sha videomizni yuklash qilib, mana fotoapparatchaga kirib, mana boyagi screenshot qilgan videomizni yashilcha bo'lgandan keyin bitta qilamiz. Mana bitta video kamaydi. 4 ta qoldi. Endi bunisi. Mana like bosamiz, подписка bo'lamiz. Screenshot qilamiz. Chiqib ketamiz. Mana o'rtadagi strelkaga kiramiz. Mana fotoapparatchaga kiramiz. Boyagi videomizni bosamiz ustini. Endi mana yashil bo'lgandan keyin bitta qilamiz. Mana shunaqa qilib videoni bajaramiz.